Hop, hozir shu qulay narxda bo'lgan planshetimizni sinov tariqasida PUBG Mobile yuklab ko'rdik. Hali men o'zim ham ko'rmadim bu planshet PUBG'da necha FPSda ishlashi mumkin. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Planshetimiz yerga qo'ngandan so'ng FPS necha, giroskop ishlaydimi yoki yo'q. Undan so'ng esa batafsil o'zini holati, narx haqida gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Men ham qo'ygan joyim bor edi. O'tirib qo'nsam bo'lmasmidi? Xo'p, grafikani bitta ko'raylikchi. Hop, nastroyga o'tamiz. Planiga qo'yamiz. Demak, bu planshetimiz 60 FPS da ishlashi mumkin bo'lgan planshet ekan. Giroskopini ham tekshirib qo'yamiz. Giroskop albatta ishlar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Giroskop ham joyida. Чувствительность ko'tarib qo'yamiz. Menimcha bu planshetimiz PUBG Mobile uchun hozirgi kunda ham bemalol ishlatish mumkin bo'lgan apparatlardan biri. Grafikini bir ko'rsatib qo'yamiz. 60 FPS. Qanday apparat deb qiziqayotganlar uchun Xiaomi'dan Mi Pad 5 deb nomlangan modeli PUBG'da 60 FPS da ishlab bera olar ekan. Narxi $165 ga chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa tez aloqa qilib qo'yasizlar. Faqat bir dona bor. Ulgurib qo'yinglar, sotilib ketish xavfi juda ham yuqori. Yaqindagina Instagram va Telegram kanalimizga qo'yilgan GT20 Pro'imiz hozirgina baraka bo'ldi. Ya'ni kanalimizdan ko'rib kelishgan ekan $215 ga qo'yildi. Bolalar zavq qilishdi, chiroyli narxda qilib, ya'ni $210 ga qilib berdik. Ushbu telefonimizni PUBG'da 120 FPS da ishlash bilan mashhur edi. Shuni ko'rib bilib bolalar kelishgan ekan. Yaxshi narxda qilib berdik bolalar. Bergan puliga rozi bo'ling, yaxshilikka xizmat qiling. Mana shunaqa xizmatlar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchilardan bo'lib kuzatib turib va imkoniyat bo'lsa sotib olishga ham ulgurib qolasizlar. Bizning manzil Namangan shahar, Texnopark 84-to'qson, sizlarni ko'rib kutib qolamiz. Telegram kanalimizga $217 evaziga bitta oq va bitta mamma svetda Poco X6 Pro ni qo'ygan edik. PUBG'chilar uchun deb 120 FPS da ishlaydigan deb akamiz Instagramda bizni kuzatib, ko'rib kelgan ekanlar. Hozir mana shu telefonni qilib berdik. Akamizga 2600 ming so'm naqd pulga mana shu telefonimizni qilib berdik. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Aka, bergan pulingizga rozi bo'ling, salomat bo'ling, kelib turing.